Assalomu alaykum azizlarim, sog' salomatlikda yuribsizlarmi? Menga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qizil lavlagining foydalari haqida gapirib beraman. Qani ketdik. Qizil lavlagi buni hamma biladi. Bu birinchi navbatda qonni ko'paytiradi. Bundan qancha tez-tez iste'mol qilsangiz, shuncha qoningiz normal bo'lib turadi. Ham bu zaiflashga ham juda ham foydali. Bundan har xil taomlar tayyorlasangiz bo'ladi. Buni qizil lavlagini bargidan ham taom tayyorlanadi. Buni tayyorlab ko'rganlar juda ham biladi, yaxshi biladiki, qizil lavlagini bargidan juda ham mazali taomlar tayyorlanadi. Qizil lavlagi sharbati ham juda ham foydali. Qizil lavlagini pishirib sharbat qilib ichsangiz ham bo'ladi, pishirmaganini sharbat qilib ichsangiz ham juda ham foydali. Birinchi navbatda yurak faoliyatini yaxshilaydi, immunitetni ko'taradi. Qizil lavlagi sabzavotlar orasida vitaminlarga boy sabzavotlar qatoriga qo'shsak bemalol bo'laveradi. Oshqozon ichak faoliyatini yaxshilaydi. Lavlagini qaynatib iste'mol qilsak kayfiyatimizni ko'taradi. Ham juda ham foydali. Yilni 12 faslida bemalol qizil lavlagini iste'mol qilsangiz bo'laveradi azizlarim. Qizil lavlagining foydali taraflari juda ham ko'p. Men qizil lavlagi haqida bilganlarim mana shu. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohimga omonat sizlar, sog' salomat bo'linglar.